Lekin YouTube'da meni kuzatib turgan obunachilarim pista bog'iga kelganman. To'rga 3 sxemada ekilgan. Mana bu mevani ko'rib qo'yinglar. Mana pista meva qilmayapti, u bu deyshadi. Dehqon akalar, mana shuni pistani yoshi 10 yoshda bo'lgan. 10 yoshda shuna kuchga kirgan. Mana sabr, toqat bilan mehnatni qilsalaring, Xudo xolasa shunaqa sizlar ham daromad olishlaring mumkin. Albatta bizdan ko'chat olsalaring, bu hosillar qaranglar. Bitta bunda emas. Pista bog'i deganda o'pchi ko'rsatadi. Mana bog'lar. Buni olganini qarang. Mana o'sini qaranglar mana. Bunaqa ham zo'r qilgan. Xudo xolasa buni uzayotganini ham qo'yib boraman men do'stlar. Mana aylantirib sekin maqa olib kelganda kamerachi. Mana ularni qaranglar do'stlar. Xudo xolasa ishonchli, sifatli, garantiyali javob beriladigan pista ko'chatidan men tayinlab qo'yganman. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Telefon nomerlarimizni pastga yozib qoldiraman. Mana mo'tingiz do'stlar. Mana. O'zimizning oddiy jaydari yerda bo'layotgan pista bog'i shu mana do'stlar. Ko'ryapsizlarmi? Mana. Dehqonga rahmat deb qo'ylar, shuna zakonlik qilib yaratib qo'yganiga. Mana o'rtoqlar. Batta Eron pistalardan Akbari, Ahmadi sortlari ulangan. O'zimiz 10 yil oldin olib kelib berganmiz. Boqib berganmiz mana do'stlar. Bemalol zakaz berib, Xudo xolasa hozirdan zakaz olishni boshlaganmiz. Zakazlar qabul qilyapmiz. Xudo xolasa kuzgi noyabr oyiga ekiladi to aprel oyigacha. Xudo xohlasa yetkazib berish, daftarcha qilish xizmatlari bizda mavjud. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa sizlardan yangidan zo'r yangiliklar yaratib boraman. Sog' bo'linglar.